Chaqonda choyxona palovni shu qalampir sho'rvasi yeyishmaydi. Shu sho'rvani o'rganganimdan beri oshni faqatgina shu sho'rva bilan birga qiladigan bo'ldim. Siz hali ham oshni tuzlanma pomidor bodringlar bilan tortayotgan bo'lsangiz, bu videoni ko'rib tursangiz, sizga ham o'rgatib qo'yaman. Bu arada osh qilish uslubim bilan ham bo'lishib ketdim. Siz ham go'sht qovurayotganingizda tuz va zira solasizmi? Haqda ham yozib keting. Go'sht va piyozni yaxshilab qizartiramiz. Ketidan sabzilarni solamiz. Ezilib, grunchlarning orasida yo'q bo'lib ketmasligi uchun bir-ikki aylantiramizda suvini darrov quyamiz. Qovurlarimiz shunaqa qilishar ekan. Ko'p qovurmasdan tezroq suvini quysangiz, so'zlash dona-dona turadi. Sirvegimizga suvini ko'proq quyamiz. Qalampir sho'rvamizga kerak bo'ladi. Grunchimizni yaxshilab yuvib, kuchli bo'lsa qaynoq suvga, agar kuchsizroq bo'lsa ilmaloq yoki sovuq suvga o'tib qo'yamiz. Damlashimizdan 1 soat oldin, yarim soat 1 soat qaynagandan keyin sirvegimizni suvidan ozgina olamiz. Xohishingizga qarab 2-3 ta qalampir kiritib olgan chizamiz. 2 qoshiq suzma yoki qattiq tuz, murch, achchiq qalampir, oltin pripravasi va ustidan qaynab turgan suvni quyib, idishlarga suzamiz. Bu juda ham xushdan va ishtaha ochadigan sho'rva bo'ladi. Sizga ko'ra piyoz yoki zelen ham solsangiz bo'ladi. Bu sho'rvani bir marta qilib ko'rsangiz, qaytib qiladigan bo'lasizlar. Gurunchimizni yaxshilab 5-10 martalab yuvib, keyin damlashni boshlaymiz. Gurunch solib, gurunchimiz qancha suv yeyishiga qarab suv quyib, suvini torttiramiz. Bu arada tuz kerak bo'lsa tuz solamiz. Hamma suvini tortib bo'lgandan keyin zira sepib dimlab qo'yamiz. Videoni chatgacha ko'rganmisiz? Bitta like va podpiska bosib keting. Saqlab oling, dirtimi baribir esingizdan chiqib qoladi. Undan ko'ra oshni yaxshi ko'radigan oshxo'rlarga jo'natib qo'ying. To'g'risi ko'nglimdagidek bezata olmadim. Endi tezlikda olingan videodek to'g'ri tushunasizlar.